Keling, assalomu alaykum. Kim kerak edi sizga? Dilshodda ayolimisiz? Ha, ayollarmi? Tinchlikmi? Boring, chaqirib yuboring menga eringizni. Hop, hozir. Adasi? Adasi? Onasi, Eshiging tagida bitta odam sizni jahl qilib chaqiryapti. jahl qilib chaqiryapti desammi? Havosim qarib o'raman. Qarzingni bermay qochib yursa, qo'l bilan berib oyoq bilan olamanmi? Yo'q aka, unaqa emas. Sani gapingga ishonib pul tikkanman. Ana, mashinani sotganda qarzingni to'la. Aka, mashina ham o'zimniki emas-ku. Tirikchilik qilib turaman deb yaqinda arendaga oldim. Senga kechgacha muhlat, pulni topib kelsang topib kel. Bo'lmasa sen bilan boshqacha gaplashaman. Tushundingmi? Aka, sizga sharoitimmi? Tushuntiryapman-ku. Davringiz bo'yicha mana shu 3 oydan bir mashinaga bir so'm pul bermaydi. Bor chaqirmanga noinsofmi? Xo'p bo'ladi. Dilshod aka! Dilshod aka! Adasi, sizni yana chaqirib kelishdi, ha? Hozir chiqaman. Hoji aka, oldingizda ming xijolatdaman. Shu mashinani haydab qora qozonimni qaynatib turdim. Iltimos, yana ozgina pul bering. Insofing bormi sen bolani? 3 oydan bir arendaga pul bermayapsan. Kalitni ber bu yoqqa. Hoji aka, Ber bu yoqqa kalitni. Ma, hayda mashinani ketimdan. aka, shoshmanglar. Hoji aka, shoshmanglar, bitta imkoniyat beringlar, bitta imkoniyat beringlar. Atilla qilmayapman-ku. Shu mashina qora qozonimni qaynatib turdim, o'tirishlik qilib. Ya Alloh. Erkakni yo'qchilik bilan sinamasin aka. Tushunsiz bo'ladi o'zi. Onasi, qattasa? Chetdamisa? Onasi chetda. Menimcha qo'shiniga chiqib ketgandir. Yonidan qocharkan sevgani, yigitga yo'qchilik kelganda. Adasi? Aha, iflos. Yo'qchiligimdan foydalanib, qarshi o'ynashini olib chiqib kelsa, 3 soatdan beri uyda yursa. Adasi? Ha, o'ynashing. Xohlagan payt yonimga chaqirsam chiqasan deb. Qo'lingga pul berib yubordimi? Hammanikiga chidadim. Lekin saniki o'tishdi. O'zi bekordan bekorga yetishmas ekan. Erkak kishiga yo'qchilik eshidan kelsa, sevgi muhabbat eshidan qochib ketadi deb. Hayfsizlik ayolga. Adasi, men sizga hayolimda ham, hayotimda ham xiyonat qilmaganman. Sizni oldingizga kelib, begona insonlar bunaqa muomala qilishiga chidab tura olmadim. Meni kechiring, adasi. Mahrga bergan tillingizni Asalim, o'zi buni ne sotyapsiz? ozgina turmush o'rtog'imga pul kerak bo'ldi. Iloji boricha qimmatroq qo'la olasizmi? Xo'p. Mana singlim. Rahmat sizga opajon. Faqat men noto'g'ri tushunmang. Men bu pul qarzlaringizga to'lab xotirjam bo'ling, adasi. Ana kechir onasi. Nimaga bunaqa ish qilding? Nima qilsam ham siz uchun qildim. Xudo xohlasa pulingiz ko'payib ketsa, bundan ham zo'rlarini olib berasiz, adasi. Hayotda har xil muammolarni erkak kishi hal qilsa, u erkak kuchligan deyshadi. Yo'q, aslida har bir kuchli erkak kishining ortida kuchli, jasoratli, sabrli, matonatli, eng gilamlisi vafodor ayol turadi. Onasi jamiyatimizda har qanday vaziyatda ham erim deydigan sandagi mard solih ayollarimiz ko'paysin. Boring, shukr onasi. Boring, shukr.